Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Aeroport ichidagi obyektimizimiz burada tayyor ishlar davom etmoqda. Hozir zamonaviy ishlarni olib qaytamiz. Bu yerda shuning gullarimizdan foydalanganmiz. Turganlaringizning bu tiyagamiz bilan to'g'ri kelmaganligi sababli o'zi bu hech qaysi tiyaga to'g'ri kelmaydi. Shuning kesib tashlab, keyin yamaladi. Bu klientimizga bu xoskerak tiyaga yoqmagani uchun bu tiyagadan qilib berganmiz. Lekin mehnati ish ko'p bo'lganligi sababli o'zimiz yamab, shuni burchaklari bilan bu yerga chiqarib, o'zlari bitmagan 100%. Xudo xolasa bitgan sayin ko'rsatib boraveramiz. Bu shu joyidan kesib tashlab yamaladidan o'zi. Shuni ishtaqilan tutdi, devorlarimiz 100% dog'lanib, ishdan tutdi, hali shukr kelanmagan. Bizdan kuzatib boraveringlar, ishlarimiz oldinda.